Assalomu alaykum bizning ashaddiy kuzatuvchilarimiz. Sizlar bilan yana video orqali ko'rishib turganimdan xursandman. Bu safargi ishimiz biroz o'zgacharoq bo'ladi. Ya'ni mana shunday darvozaxonaga yovvoyi tabiatni aralashtirib ustunlar bilan bezatib beramiz. Ko'rib turganlaringizdek sharsharalar qilingan, xuddi dachalarga o'xshatib ishlangan. İşimizni birinchi gruntovkasidan boshlaymiz. Gruntovkadan oldin izolyatsiya deydi. Shu basseyn qiladiganlar ishlatadi buni. Sho'r, zax chiqmasligi uchun izolyatsiyasini berib olamiz. Mana shunday ko'k rangga kiradi. Knaf firmasining izolyatsiyasidan foydalandik. Undan oldin hayot gruntovkasidan surtib olganmiz. İşimizni rotpin tortishdan boshlaymiz. Avvalo undan avval eskizlarimizni tayyorlab olganmiz. Bu eng asosiysi. Qilingan eskiz uy egalari bilan maslahat qilib kam joylariga qo'shib, boshqa joylarni olib tashlangan holda ular nimani xohlashsa ko'ngillariga qaragan holda ishlangan eskizimiz. Asta-sekin risunka olishni boshlaymiz, ya'ni qalamda chizib olamiz va aniqroq qilish uchun qora marker bilan chizib chiqsanglar ham bo'ladi. Bu bizga yana ham aniqlik beradi va zavq beradi. Buni ham aytib o'tishimiz lozim albatta. Shunday qilib ishimiz jadal rivojlanib asta-sekinlik bilan bitib boraveradi. Mana bu tomonimiz rotpin tortish jarayonida. Bu yog'imiz esa dubl mix bilan qoqib olamiz devorga. Eng ko'p chiqqan joylarni sim bilan o'rab chiqiladi. Mana bu tarzda ko'rishinglar mumkin. Albatta eng ko'p chiqqan joyiga qo'yish kerak buni. Hamma joyiga ham yupqa yeydigan joylariga shart emas. Bu ham ishimizni uzoq yillar xizmat qilishida yordam beradi. Shuning uchun ham biz ishimizni kafolatli deb ayta olamiz. Shunday qilib ishimizni rotpin chaplashdan boshlaymiz. Sekin asta rotpin Knaf firmasining rotpin mahsulotini qalin yeydigan joylariga chaplab imkon qadar tekislab boramiz va sekin-sekin etapma-etap detallashtirishga o'tamiz. Masalan, mana bunday naqshli joylarni kichkina mastixin yordamida ishlab chiqarib sekin-sekinlik bilan bitirib boramiz. Men ham naqqoshlikda ham o'qiganman, ham rassom, o'shaning uchun naqshli darslarni ishlashga qiziqaman. Bu yerda ham mana ko'rib turganinglardek naqshli qilib ustunlar va zananing o'zida ham juda ham ko'p naqshlar mavjud. Mana bu yerda svetlarimiz qo'yilgan, har bir kadrni detalni qilib olishning imkoni bo'lmagan. Chap tarafdagi ishimiz ham eshik qismi, arkalar jarayon ketmoqda. Asosan shu ikkita tomondagi arxitekturani bitirib olsak, o'rtalar qalin yemaydigan joylari nisbatan tezroq bo'ladi. Asosan birinchi plandagi
arxitekturalarga ko'proq vaqt ketadi. Shu tarzda ishimiz har bitta detallari ishlab chiqariladi. Tog'lar ham detalli, qoyalar, tog'ning shakli, uning xarakteri ishlab chiqariladi. Bu yerda yana bitta e'tibor qiladigan narsa, yasayotgan payt shu tepadan bira svetlarimiz qo'yilgan. Shular yonib turishi kerak va shu bira nurlaridan foydalanib tog'larni chiqarib ketish kerak yasab. Faqat tog'lar, umuman hamma detalni birinchi plan, ikkinchi plan qilib ajratib, nur yordamida yasab ketish kerak. Hamma narsani joy-joyiga qo'yib, orqadagi planlarga tushgan nurlarning soyasi o'rtadagi planlarni yoki bo'lmasam birinchi planni yorug'ligini to'sib qolmasligi kerak. Xullas, bir so'z bilan aytganda, hamma narsasi joy-joyida o'z o'rnida bo'lishi kerak. Birinchi plan, ikkinchi, uchinchi plan, hamma joyga yorug'lik me'yorida yetib borish kerak. Ko'rib turganingizdek, orqa planlar deyarli bitta. Endi sekin-astalik bilan oldi planlariga harakat boshlanadi. Ko'pincha aksar holatda orqa plandan ishlanib kelinadi. Birinchi planni ishlansa ham u bitirilmaydi. Avvalo orqa plandagi o'sha manzaradagi tog'lar bormi, suv, daraxtlar bormi, hammasi ishlab olinadi birinchi. Rangda ham xuddi shunaqa. Orqa plan birinchi osmon, o'sha hamma umumiy rangini sepib olingandan keyin osmon, tog'lar, daraxt, suv va oxirida birinchi planlar detalli qilib ishlab chiqariladi. Mana bu joyda birinchi planning ishlanishi loyda ishlanish payti olinmagan. Videoda hamma jarayonni ham olib ulgurishni imkoni yo'q. Shuning uchun qo'ldan kelgancha video kadrlar olingan. Mana bu joyda naqshimiz bittalab ishlab chiqarilgan. Juda ham murakkab jarayonlardan biri bu ham. Mana bu ko'rib turganinglar sharshara. Sharsharani g'ishtdan urib chiqilgan. Mana shu manzaraning suv qismidan toshlar orasidan 3D bo'lib bu yoqqa chiqib ketadi suv, haqiqiy suv chiqqan. Buni oxirida ko'rishinglar mumkin. Hozircha esa biz yana qolgan, qutgan ishlarga qaytamiz. Umumiy ko'rinishda mana rang berish jarayoni ham boshlangan bu yerda. Birinchi bu tomonni bitirib olganmiz. Ichiga kirgan, chiqqan kichkina kalta-kulta joylar birinchi bo'lib yakunlangan. To'g'ridagi sharshara toshdan yasalgan, tabiiy toshdan yasalingan. Devori ham
shu tabiiy toshga yaqin qilib chizib qo'yilgan. Ko'rishinglar mumkin. Darvozaxonamiz ranglar jarayonida o'zgacha kayfiyatda. Mana shu joyga biroz yechim topish qiyin bo'lgan. Ammo qo'ldan kelgancha harakat qildik yechim topishga va izlandik. Alloh o'zi ilhom berdi va mana shu natijaga erishdik. O'ylashimcha bu joy uchun kichkinagina ayvoncha uchun eng mukammal yechim deb o'ylayman. Bundan ortiq qanaqadir yechim topish menimcha qiyin bo'lsa kerak. Bu yerda osmonni ham patolog bilan devorni bitta qilib shpaklovka tortib olingan silindr holatida burchakni. Mana bu so'qillarimiz esa mana bu panjaralarning rangiga moslab ishlangan. Bu yerda o'sha eski qadimgi davrni eslatib turuvchi tabiiy toshlarni o'xshatishga harakat qilganmiz va asosiy maqsadimiz shu orqadagi tabiiy toshdan yasalgan sharsharaga bizning ishimizni bog'lash bo'lgan asosiy maqsadimiz. Bu yoqda esa burchatkani ko'chirib o'tganmiz devorga. To'g'risidan qaraganingizda xuddiki shu burchatka kafili devorga qo'shilib ketganga o'xshagan ko'rinishda bo'ladi. Shunaqa kayfiyat beradi. Umumiy sepish jarayoni bu yerda sepib olinadi. Ya'ni o'sha umumiy rangni, rasmni ostidagi rangi bo'ladi. Shu umumiy rangini sepib olinadi birinchi. Keyin asta-sekinlik bilan balans, kolorit, yana o'sha orqa plan, birinchi plan, ikkinchi plan qilib sekin soya yorug'lik qilib ajratib chiqariladi. Shu tarzda ishimiz davom etadi. Sepish bilan 60% ishni hal qilib olinadi. Qolgan 30-40% qo'lda ishlash bo'ladi. Yarmi desa ham bo'ladi. Yarmini sepib olinadi. Qolgan yarmi bittalab qo'lda maydalab chizib chiqiladi. Bu yoq tomonimizda sepish jarayoni hali yakunlanmagan. Umumiy hamma joyni sepib olish bu tomonimiz deyarli bitgan. Tezlashtirilgan kadrlarda ko'rishingiz mumkin. 3 xil, 4 xil ranglari chiqarib olib, issiq sovuq ranglar tayyorlab olib, ajratib, och-to'q, issiq sovuq qilib sepib chiqiladi. Issiq rang bor joyda albatta sovuq rang ham bo'ladi. Sovuq rang bor joyda albatta issiq rang ham. Bu ikkalasi yonma-yon bo'lgan holatda chiqadi rasm. Umumiy ko'rinishda ko'pchilik bulutlarni sepib oladi, sepib chizadi. Men esa qo'lda chizib chiqaman. Sepsam nimagadir o'xshamaydi. Nimagadir
tutunga yoki tumanga o'xshab qoladi. Ba'zi joylarini sepaman, lekin shunda ham ko'nglim to'lmaydi. Qo'lda chizib chiqqanim yaxshi va bundan erinmayman. Bir ikki xil ranglarini tayyorlab olib chizib chiqaman. Bulutlarni asosan xayolan chizaman. Agar nimadandir ko'chiradigan bo'lsam, juda ham murakkablashib ketadi jarayon. Miyamda chizsam tezroq ketadi. Chunki vaziyatga qarab xohlagan tarafimga o'zgartirib, burib ketish imkoniyatim bo'ladi xayolan chizganda. Ko'chirib chizganda esa o'xshatishga harakat qilaman har doim. Shuning uchun o'zimni qiynaganim qoladi. Albatta ko'chirib chizganda mukammal chiqadi, bagati boyitilib chiqadi. Lekin ko'proq vaqt ketadi. Har xil holatga qarab, kayfiyatga qarab jarayon davom etaveradi. Yorug'lik joylarini berib chiqilinadi. Siz oq deb o'ylagan hozirgi rang mana bu. Aslida oq emas. Seri bo'ladi. Oppoq qilinsa ham multfilmga tortib ketib qoladi. Buni til bilan tushuntirish qiyin. Buni tajribalar ortidan odam buning bilimlarini qo'lga kiritadi. Shuning uchun oldindan u bu deyish murakkab. Har kim har xil yo'nalishda ishlaydi. Har xil usulni qo'llab ko'radi. Kimga qaysi usul ma'qul kelsa, ana shu usulni olib ustida ishlash davomida, vaqtlar davomida o'ziga qulay bo'lgan stil, ya'ni yo'nalishni tanlab oladi. Mana tog'larimiz asta-sekinlik bilan bitib kelmoqda. Tog'lar manzarani ochib beradigan detaldan biri hisoblanadi. Bu tomonlarni ham bulutlarni bitta chizganimda hammasini bitirib oldim va tog'larni ham hammasini teng bitirib oldim. Umumiy ko'rinishga yana bir e'tibor beramiz. Umumiy ko'rinishda uzoqdan qarash kerak bo'ladi xatolarni aniqlash uchun. Yaqindan razmeri katta ishlarni xatosini ko'rishning ilojisi yo'q. Mana bu joyni manzarasi bitgan. Faqatgina shu naqshlar, ustun fontanlar qolgan. Chalasi o'zi ko'rinib ham turibdi. Bu yerda deraza bo'lgan. Derazani yo'qotishning iloji yo'q edi. Yorug'liklari berib chiqilinadi gullarga va gullarning ham o'zining ranglari berib chiqilinadi. Abdulqodir bo'yab chiqyapti gullarni. Bu birinchisi bo'lgani uchun osonroq ishni qilyapti. Tepadan ham bir ko'rinishini olgan ekanman. Shuncha detal, shuncha mayda-chuda joylarni yasash, bo'yash bu juda katta sabr talab qiladi. Hozir ham ko'rib o'zim yuragim orqaga tortib turibdi. Qanday qilib shuncha detalni yasab chiqdim, qanday qilib bo'yab chiqdim.
o'zimni ham aqlim lol. Ammo natijani ko'rgandan keyin albatta charchoqlar chiqib ketadi. Hamma rohat, mehnat qilsang rohat topasan degan so'z, maqol mana shu joyda o'z kuchini ko'rsatadi. Mana sharshiramiz, devordagi manzaramiz. Ko'ringlar, shunchaki zavqlaninglar. Yana bir gap. Bu ishni, qo'l ishini yonidan ko'rgan boshqa, videoda yoki rasmda ko'rgan, albatta yer bilan osmoncha farqi bor. Sizlarga ham yonidan ko'rish nasib etsin deb qolamiz. Bizni videomizni, bizning san'atimizni kuzatganinglar uchun o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Sizdan qo'llab-quvvatlash, bizdan esa yanada yangi ijodlarni sizga taqdim etish. Qo'llab-quvvatlashni esdan chiqarmanglar, like bosinglar. Fikringlar bo'lsa, qanaqadir taklifinglar bo'lsa yoki ishimizda qanaqadir xatoliklar bo'lsa, tortinmasdan kommentariyada yozib qoldiringlar. Yechim topishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Mana boya aytib o'tganim pol qismi xuddi devorga qo'shilib ketgan ko'rinishni beradi va kenglik hosil bo'ladi. Mana bu joyda suvlariga bitta baho berishingiz mumkin. Birinchi plandagi suvlarni ishlash o'zimga juda ham yoqadi. Shuning uchun bittalab suvni tagidagi toshlarigacha ishlab qo'ydim. O'zimga juda yoqdi. Mana bu sharsharaga ham baho berib qo'yasizlar. Bu ham qo'l ishi. Andijonlik akalarimiz tomonidan ishlangan sharshara. Mana bu panjara ham qo'l ishi bo'lgan. Bundan 10 yildan oshiq adashmasam oldin qo'lda yasashgan. Suvlarimiz mana uy egasining talab va iltimosiga ko'ra parda bo'lib oqdi. Lekin buni chiqarish ham oson bo'lmadi. Bu sharshirani birinchi marta yasashimiz bo'lganligi uchun ko'proq vaqtimiz ketdi. Lekin ketgan vaqtimizga achinmaymiz, natija o'zi aytib turibdi. Natijaga qarab baho berish mumkin. Baho berish sizdan, ijodda davom etish esa bizdan. Sizlar bilan xayrlashib qolaman. Yanada bundanda murakkabroq, bundanda qiziqarliroq bo'lgan ishlarimizni kelajakda kutib qolinglar. Inshaalloh qo'ldan kelgancha sizlarning e'tiboringizga havola qilamiz. Sog' salomat bo'linglar.